Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan mana bu maketni yaratdik va mana bu section qismiga keldik. Section deb oldik mana shu qismini. Men sizlarga bugun nima qilaman? Sizlarga endi bugun style, ya'ni CSS qismini sizlarga qoldirgan holda, bugungi darsda sizlarga aynan xuddi shuni HTML formatini yig'ib beraman. Ya'ni HTML formatda yig'iladi bu, faqat bugungi darsda sizlarga vazifa bo'ladi, shuni CSS yordamida to'g'rilaysizlar. Hamma yo'g'ini HTML da yaxshi holatda yig'ib beraman. Sizlar shunchaki CSS o'rgangan kodinglarni bilgancha ishlatib qilib ko'rsanglar bo'ldi. Demak, nima qilaman bu yerda? Section ochaman. Ya'ni hammasi ichidagi kodlar konteyner ichida ketishi kerak. Container. Sababi konteynerga biz berib o'rganmiz. Mana bu yerda. Mana konteynerga max width berib o'rganmiz. Shundan chiqib ketib qolmagan holatda hammasi bir xil qatorda bo'ladi, raqda bo'ladi. Xo'p, endi nima qilaman? Buni hammasini polностью bitta divga olaman. Keyin yana ikkita div bo'ladi uning ichida. Nima qilaman endi? Bu yerda blok deb olsam bo'ladi. Bundan blok ishlatganim uchun blok st deb qo'ysam ham bo'ladi. Buning ichida kelyapti ikkita blok, ya'ni ikkita div yana. Birinchisi kelsin. Mayli, blok st 1 bo'lsin. Keyingisi bo'lsin blok st 2. Burada mana shunday qilib blok ochib oldim. Birinchi blogim ichida nima kelyapti? Birinchi blogim ichida aynan ko'rib olaman. Heading 3, paragraf bo'lyapti 3 ta, tilka bo'lyapti. Birinchi blokka beraman shu sababdan. Heading 3, paragraf, Ctrl Shift bilan 3 ta olaman buni mana. Keyin tilka bo'lyapti. Mana joyiga tushdi. Endi shularni ko'chirib olib o'tsam bo'ladi. Buning uchun mana bunga bosaman. Hop, Ctrl C deyman. Ctrl V. Ups. Bitta paragraf bo'lyapti. Bitta paragraf bo'lyapti. Bitta paragraf bo'lyapti. Xo'p, endi buni ham olib o'tsam bo'ladi. Tasvirlar ham bo'ladi buni, podborni deb yozib qo'yibdi. Ctrl C. Men yozib o'tirmayman. Ctrl V, Ctrl plus S qilib yozib oldim. Mana buni yordamida ko'rib olaman. Mana bu narsa hosil bo'ldi. Endi men nima qilaman? Keyingi qiladiganim bu mana bu rasmlarni ko'chirib olmadim. Shu sababdan ko'chirib olaman. Xo'p, oldin o'rgatganimdaqa bosaman. Объединить слой qilib olaman buni. Shift bosib bitta sloi qilib oldim. Sababi bo'ldi mana shu kichkina rasm ko'rishsin deb. Hop, shift bosaman, buni ham объединить sloi qilib qo'yaman. Объединить sloi. Uchinchisi ham bo'lyapti. Объединить sloi. Hammasini bitta sloyga oldim. Endi shift yordamida tanlab ketaman. Va eksportirovat как deb olaman. To'g'ri, ham eksportirovat qilish kerak, adashmasam. Yo'q, to'g'ri bo'lmadi, chunki o'sha объединить bitta sloy qilib qo'ydim. Shuni hisobiga har bittasini bittadan qilaman shekilli. Buni yozib ishlamadi. Eksportirovat как. Buni PNG formatdan yoki JPEG deydigan bo'lsa, buni JPEG formatda qilamiz. Eksportirovat как.
mana shu yerga 1 deb beraman buni. Buna 3. Bunu 4. Mana bo'ldi. Rasmlarni ham ko'chirib oldik. Endi mana bu yordamida men yig'ib ketsam bo'ladi. Keyingisi nima qilaman? Bu yerda blok st 2 ni ichida birinchi kelyapti mana bu element. Buni ham heading 3 emas, heading 4 deb olsam bo'ladi. Lekin mana bu bilan bir xil. Alohida class berib o'tirmaslik uchun yoki masalan heading 3 berib class berib yuborsanglar ham bo'ladi. Yoki masalan heading 4 deb yuborsanglar ham bo'ladi. Ctrl C. Bu yerda heading 4 Ctrl V va endi men buni Ctrl plus S deb yozib qo'yaman. Saqlanib qo'yaman. Mana bularni alohida divga olishim kerak. Sababi bunga flex berilib, yoniga mana bu narsa chiqib kelyapti. Shu sababdan block text img yoki shunga o'xshash block text bo'lsin, kelgan img bo'lsin. Xuddi shunaqa qilib alohida oldim buni va endi menda kelyapti. Ko'rgan bo'lsanglar bu yerda yozuv emas, silka kelyapti. img keyin silka. img deyman birinchi va img dan keyin silka kelyapti. Ctrl plus S. Va mana shu img ga rasmni qo'yaman. Bir silkani ko'chirib olib o'tibman. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl plus S. Tekshirib olaman. Mana bu narsa xuddi mana shunday bo'lib chiqib keldi. Endi men aynan mana shu blokni o'zini 4 ga ko'paytirib, ya'ni 3 ta qilib olsam bo'ldi. Ya'ni mana shu ing da. Uning uchun mana buni bosaman. Ctrl Shift 2 3 4. Ctrl plus S. Rasm 1. Bu yerda 2, bu 3 bo'lsin, bu 4 bo'lsin. Ctrl plus S deyaman. Mana bu narsalar bo'ldi. Endi sizlar nima qilasizlar? Mana buniga ko'rinish berasizlar. Buni yoniga chiqish kerak. Buni yoniga chiqish uchun sizlarga oson bo'lsin deb mayli bitta ko'rsatib beraman. Ya'ni mana bu block st ga section ketyapti. Section display flex margin after Ctrl plus S. Mana bunda yoniga chiqdi. Endi sizlardan xuddi mana buni bu yerga olib qo'yasizlar, ya'ni display flex berasizlar, topib payiga berishligini va mana bunga ko'rinish berib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarga vazifa shu bo'ladi. Hozir keyingi darsga agar shuni tushuntirib yana ham to'liqroq qilib tuz berishga harakat qilaman. Albatta o'zingizlar ham ozgina qilib harakat qilib ko'rsanglar yana ham esingizda qoladi. Shunda yana ham natijaga erishish oson bo'ladi. Albatta bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Vazifani vaqtida qilishni unutmang.